Assalomu alaykum futbol muxlislari. Sizlarni Futbol Jahonasi kanalida ko'rib turganimdan xursandmiz. Oldimizda mana 4 yillikning eng muhim voqealaridan biri Jahon chempionati ham start oldi. Fikr mulohazalarimizni bildirib o'tamiz. Kim o'zi asosiy favorit, nimaga ular asosda? Ya'ni birinchi Jahon chempionatining asosiy favoritlaridan biri sifatida jamoasini deb hisoblayman. Uni chempionlik bo'lish foizi yuqori. Nimaga deganda, futbolni, klublar futbolini oladigan bo'lsak, klublar futbolida hozir zamonaviy futbol bu o'sha tizimlashtirish, sistemalashtirish, o'sha Pep Guardiolani inqilobi, o'sha butun jamoani tizimlashtirish, mana shu asosda klubni boshqarish, har bitta futbolchini o'zini funksiyasi bor, har bitta futbolchi sherigi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Bu xuddi tizimlashtirish, sistemalashtirilgan futbol degani bu xuddi shestrionkalardan tashkil topgan. Yotsiz bir-birini aytadigan shestryonka bir nuqtasiz qolgan. Shunaqa tizimlashgan futbol bo'ladi va mana shu narsani, misol uchun, bu hozirgi eng zamonaviy futbolda eng muhim narsalardan biri hisoblanadi. Hattoki mana Chempionlar Ligasi finalida ham o'sha Pep Guardiola tizimlashgan futbolni ikkita buyuk shogirdi, o'sha buyuk murabbiyning shogirdi to'qnash keldi. Bu degani zamonaviy futbol ularniki degani. Aynan endi bu jamoa bilan bog'lashning sababi tizimlashgan futbolni joriy etishdi. Men bu narsa qilish qiyin. Nimaga deganda futbolchilar boshqa jamoalarda o'ynaydi, terma jamoalar bilan kam birga bo'lishadi. Shuning uchun bu narsada iloji yo'q deb hisoblardim. Lekin De La Fuente, Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi buni amalga oshirdi do'stlar va buni negizini, asosini Barselona futbolchilari bilan birga qurdi. O'sha Pedri Barselona futbolchilari bilan birga qurdi. O'shaning uchun katta ehtimol bilan Ispaniyani g'olibligi muhim, ya'ni foizi katta hisoblanadi. Garchi ularda misol uchun Ayarzabaldan boshqa hujumchisi bo'lmasa ham, himoyada ham nima deydi, buyuk nomdorlar bo'lmasa ham, o'sha Kubarsini, faqat shu Kubarsi Barselonadagi. Lekin misol uchun Real Madriddan futbolchi olmagan taqdirda ham eng asosiy favorit bu Ispaniya terma jamoasi hisoblanadi. Aynan shuning uchun do'stlar, shaxsan men o'zim Ispaniya terma jamoasini g'olibligini foizini ko'proq deb hisoblayman, lekin o'zim xohlamayman, chunki Real Madrid muxlis sifatida Real Madriddan futbolchi olmagan jamoa bu bo'lmasligi kerak. Unda Real Madrid brendiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin do'stlar. Ikkinchi o'rinni unga katta qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan terma jamoalardan biri bu Fransiya terma jamoasi hisoblanadi. Faqat Fransiya terma jamoasini men unchalik ham favoritlar qatoriga qo'shmasligimni bittagina sababi bor. To'g'ri, o'sha Fransiya terma jamoasi juda kuchli tarkibga ega. Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Olise, o'zining prime davridagi Olise hamda juda ham yaxshi mavsum o'tkazgan Sherki bor. Himoyada ham Upamecano ancha ishonchli o'ynadi. Konate bor, garchi misol uchun stabil zo'r o'ynamayotgan bo'lsa ham, lekin buyuk sifatli o'yinchilardan biri. Lekin markaziy yarim himoyasida, ya'ni centralniy poluzashitnik pozitsiyasida ularda biroz oqsash bor. Nimaga deganda, ular o'sha 5 yil oldin Arabiston chempionatiga ketib, u qanday o'ynamoq qilayotganligini hech kim bilmaydigan Kante hamda Milan bilan Chempionlar Ligasi yo'llanmalari oladigan jamoalar qatorida turib, fantastik tarzda ulardan mahrum bo'lgan Milanning o'sha Rabiot o'yinchisi bor. Endi Rabiot butun mavsum bo'lmaydi, qanday o'ynadi, Modric bilan qanday tandem hosil qildi, g'alabalariga qancha foizli xizmat ko'rsatdi. Ularni hisobga olmagan holatda baribir o'zi Rabiot nomi ham oldin perspektivli o'yinchi hisoblangan, lekin hozirda o'sha top o'yinchilar qatoriga kirmaydi. Buni tan olishimiz kerak. Chunki mana shu ikkita centralniy poluzashitnik pozitsiyasida biroz nima deydi, zamonaviy tizimlashgan futboldagi funksiyali o'yinchilardan yosh o'yinchilar yo'qda. Shuning uchun men yaqqol favorit sifatida e'tirof etmagan bo'lardim.
Bundan tashqari Angliya terma jamoasi haqida ham to'xtalib o'tish kerak. Angliya terma jamoasi o'zini fantastik tarkibi bilan yetib kelgan Angliya terma jamoasi jahon chempionatining eng nima deydi, zo'r o'yinchilari to'plangan jamoa hisoblanadi, terma jamoa hisoblanadi Portugaliya bilan birgalikda. Lekin Angliya terma jamoasida biroz bosim bor. Aynan bu bosimni Tuchel o'ziga o'zi orttirib oldi. Nimaga deganda, qoldirib ketgan o'yinchilar bilan, misol uchun Trent Alexander-Arnold, Foden hamda Palmer. Mayli, Trent Alexander-Arnold mavsumning yarmini lazaretda o'tkazdi, travma oldi, lekin shunday o'yinlar bo'ldiki, Real Madridga tushib 20 daqiqa o'ynadi, lekin o'zining borligini isbotladi-da o'sha paslari bilan. Shuning uchun Alexander-Arnold mayli kam o'yin amaliyotiga ega bo'ldi olmadi desak, Foden ham mayli bu mavsum deyarli o'ynamadi hisobga oladigan bo'lsak, lekin Palmer masalan, Palmer bu ijodkor, Palmer bu erkin o'yinchi, erkin ijodkor hisoblanadi. Xuddi bu Chelsea'dagi o'sha Eden Hazard bo'lardi, chap qanotda erkin bo'lardi, xohlagan joyga o'tib o'ynardi. Palmer esa shunga o'xshash markaziy yarim himoyada o'zini erkin o'yinlari bilan, kreativ g'oyalari bilan joziba baxsh etadi futbol o'yiniga. Palmerni do'stlar, men o'sha tizimlashgan futbolni qo'l soatiga o'xshatdim. Xuddi shunga qiyoslaydigan bo'lsak, misol uchun tushib qolgan strelka soatiga o'xshaydi-da Palmer. Ya'ni o'yin unga bog'liq emas, lekin o'sha tizimlashgan futbolning bir qismi hisoblanadi. Unga ozor ham yetkazmaydi. Misol uchun foyda berish imkoniyati ko'proq, lekin zarar yetkazmaydi. Xuddi shunga o'xshagan qiyosda, ya'ni o'sha qo'l soatingizni strelkasi tushib ketib qolsa, qarshingizga tegib noqsiz yugurib yuradi. Xuddi shunaqa narsa Palmer. Ya'ni nimagadir men shunday qiyosladim. Aynan shu video uchun o'ylab topdim buni. Agar misol uchun Palmer olib ketganda edi, Palmer uchun o'ynash kerak edi. Ya'ni Palmerning ijodkorlik, kreativ g'oyalariga asoslanib futbol qurish, uni atrofida jamoa qurishga olib kelardi. Menimcha buni Tuchelni o'zini taktik g'oyalarida Palmerni ko'rmadi. Palmer atrofida qurishni to'g'ri deb hisoblamadi va bu narsa unga nisbatan bosimni kuchaytiradi. Tuchel ham misol uchun shu tizimlashgan futbolni bir qismini qurmoqchi. Qanchalik qura oladi, buni endi o'yin, ya'ni o'sha chempionat mobaynida ko'rsa bo'ladi. Lekin misol uchun kuchli tarkibga, zver tarkibga ega bo'lgan jamoa uchun, misol uchun kamida chempionlikda, endi Angliya terma jamoasi tarkibini ko'rsangiz kamida chempionlik deysiz, lekin chempionlik bo'lish ehtimoli juda kam. Bundan tashqari, mana O'zbekiston terma jamoasi ikkita o'yin o'rtoqlik o'yini o'tkazdi. Hamma o'yin o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazyapti, lekin Angliya terma jamoasi o'tkazmayapti. O'sha yaqinda mana bugun chiqqan ma'lumotga ko'ra, birinchi o'rtoqlik uchrashuvi o'sha ob-havo noqulayligi uchun qoldirilgan ekan. Ikkinchisi mana bugun bo'lishi kerak, Xorvatiya bilanmi o'yin bo'lishi kerak ekan. Unda futbolchilarning atributlari yo'qolib qoldi. Ya'ni butsa, futbol to'pi, shit, shunga o'xshagan narsalar. Endi qiziq holat bu, xuddi Angliyaga butun dunyo qarshi chiqayotgandek tuyulyapti nazarimda. Lekin shunda ham ular o'sha favoritlar qatorida, lekin chempionlik bo'lishning ehtimoli men juda kam baholayman. Deyarli bo'lmasa kerak. Ya'ni bitta kuchli favoritlardan biri hisoblangan bu Portugaliya do'stlar. Portugaliya o'zini oxirgi 10 yil, oxirgi balki 20 yillikdir eng kuchli tarkibiga ega. Har bir qanotida eng zo'r o'yinchilar o'ynaydi. Shu bir paytlar Belgiya terma jamoasi shunaqa bo'lardi. Ya'ni belgiyachalik bo'lmasa ham, lekin o'zini nuqtasida eng zo'rlari o'ynaydi. Va bu Portugaliya terma jamoasining yetakchisi Cristiano Ronaldo, afsuski, jamoaning eng nozik nuqtasi, ya'ni slabый звеноsi bo'lib turibdi. Nimaga deganda, Cristiano Ronaldo o'ynasa, agar Cristiano Ronaldoga hamma o'ynaydi, o'sha Cristiano Ronaldo bilan o'ynalganda bittagina taktika, предсказуемый futbol bo'ladi-da. Ya'ni bitta Ronaldoni yopib qo'ysangiz bo'ldi. Misol uchun Husanov Ronaldoga qarshi tashimiz bo'ldi. Portugaliya hech nima qila olmaydi. Xuddi shunga o'xshagan gap. Yoki gol urish uchun ular Cristiano Ronaldoni aylanib o'tishiga to'g'ri keladi. Bu xuddi Real Madridni Manchester Cityga qarshi o'sha Valverdening hat-triki misolida, ya'ni Mbappe bo'lmagan, Viniciusni o'sha ular xavf kimdan kutish bilmagan, Mbappeni yo'liga hisobiga Vinicius yopishganda bu yerda Valverde ochib ketib qolgan. Xuddi shunga o'xshagan narsa Cristiano Ronaldoga ham diqqat e'tibor qaratganda, bu yoqdan ikkinchi o'yinchilar
ikkinchi etapdagi ikkinchi darajali o'yinchilar o'zini ko'rsatishi mumkin. Fantastik mavsum o'tkazildi. O'sha Bruno Fernandes ham, Vitinha, Nunes, Neves ham zo'r mavsum o'tkazishdi. Endi simpatiya bor, albatta Ronaldoning jamoasiga hammada simpatiya bo'ladi va bu ham kuchli terma jamoa hisoblanadi. Endi agar esingizda bo'lsa, o'sha Cristiano Ronaldo Yevroni yutganida o'sha travma olib chiqib ketgan, keyin xuddi jamoadagi Santushni olib qo'llab-quvvatlab, qarsaklar chalib, xuddi shu ishni qilib bersagina Portugaliya chempion bo'lishi mumkin-da. Ya'ni liderlarni olib ketyapti hamma. Misol uchun Ancelotti Braziliyaga Neymarni olib ketdi. Hali o'ynashi noma'lum bo'lgan Neymarni lider sifatida, ya'ni yetakchi sifatida olib ketdi. Hatto bir davaychi bo'ldi, harakat qilaylik ga o'xshagan narsa. Xuddi biz ham mana misol uchun Masharipov olib ketyapmiz. Har xil gap so'zlar yutdi. Masharipov kerak emas edi, Kannavarni o'ynatmaydi, o'ynatmadi shu kungacha, o'yinini ko'rmadi. Gap unda emas, uni yetakchi sifatida, u lider sifatida borish kerak bo'lgan. Ya'ni bitta shu 26 ta lig o'rindan bitta ajratishga loyiq bo'lgan o'yinchilardan, bitta lider uchun ajratish kerak bo'lgan joylardan bittasi Masharipov edi. Men bu Masharipovni olish qarorini oqlayman. Garchi o'ynamasa ham lider sifatida ko'rsatmalar bera oladi, motivatsiya bera oladi deb hisoblayman. Xuddi shunga o'xshagan Cristiano Ronaldo ham agar shu motivatsiya funksiyasini bajarsagina Portugaliya terma jamoasi jahon chempionatida g'olib bo'lishi mumkin va shu bilan biz Cristiano Ronaldo, Messi hamda Neymar erasini yakunlaymiz, rasman yakunlaymiz do'stlar. Bundan tashqari AQSh terma jamoasi mana bugungi o'yinda ertalab Paragvayni 4-1 hisobida yutdi. O'zi bu AQSh o'yinidan oldin aytmoqchi edim, biroz ulgura olmay qoldik. AQSh terma jamoasi ham o'sha surpriz bo'lgan jamoalardan biri bo'lishi mumkin. Nimaga deganda, o'tda Pochettino u at bo'lishida qatnashmadi. U nima deydi, xuddiki yopiq trenirovka o'tkazgan jamoalardek bo'ldidek, o'sha terma o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi. Shuning uchun guruhdan chiqish hamda qaysidir bosqichga borish masalasida AQSh buni eplay olsa kerak deb hisoblayman. Chunki Pochettino bu bilasiz Tottenham bilan nimalar qilmagan. O'shaning uchun garchi misol uchun AQSh terma jamoasi uning uchun karyerasi biroz inqiroz bo'lgan bo'lsa ham, men o'ylaymanki jahon chempionatidan keyin Pochettino yana Yevropaga, ayniqsa o'sha Premyer Ligaga qaytsa kerak do'stlar. Va o'z umuman terma jamoa jahon chempionatidagi misol uchun qolgan jamoalarga umumiy to'xtalib o'tamiz. Misol uchun Janubiy Amerika jamoalari, o'sha Argentinadan tashqari, misol uchun Urugvay, misol uchun Meksika, Chili, Kosta-Rika, Kolumbiya jamoalari gripga erishgan, ya'ni chaqilmas yong'oq bo'ladi. Ular ham qiyin bosh og'riq tug'diradi, favoritlarga munosib qarshilik ko'rsatadi, lekin baribir chempionlik masalasida ularga juda ham kam imkoniyatlari bor. Argentina terma jamoasiga ham biroz to'xtalib o'tamiz. Misol uchun garchi Messini o'tgan yil jahon chempionati bo'lgan bo'lsa ham bu yil ham imkoniyat bor. Nimaga deganda, bu yaxshiroq imkoniyat bor. Chunki o'tgan jahon chempionatida biz McAllisterni deyarli tanimasdik. Enzo Fernandesni shunchaki eshitgandik-da. Lekin bu jahon chempionatiga ular jamoani yetakchisi sifatida, bir yoshga ulg'aygan sifatida, o'sha yosh o'yinchi sifatida emas, ular haqiqiy professional futbolchi sifatida tashrif buyurdi-da. Mana shuni hisobga olgan holatda Scalonida ham yaxshi imkoniyat bor jahon chempionatini ikkinchi marotaba qo'lga kiritish uchun. Lekin baribir eng katta o'sha protsent Ispaniya terma jamoasiga borib taqaladi. Yana bitta surpriz bo'lish mumkin bo'lgan jamoalardan bittasi bu Norvegiya hisoblanadi. Chunki Norvegiyada Premyer Ligani ikki eng kuchli klubining eng asosiy futbolchilaridan biri bitta jamoada, ya'ni Angliya Premyer Ligasini yutgan Arsenalni shu motori hisoblangan, shu kerakli motorlardan biri hisoblangan Edegor hamda Manchester City'dagi Galyador Holland. Endi bular qo'y o'rtoq Premyer Ligadagi samarni yig'ishtiraylik, vatan uchun ham harakat qilaylik desa, ajab emas. Ular ham misol uchun chorak finallargacha borsa kerak deb, o'sha uzog'i chorak finallargacha borsa kerak deb hisoblayman. Qisman o'sha simpatiya baribir Edegor, baribir Holland, ularni ko'rish yaxshi, zavqli.
O'shaning uchun albatta ular ham surpriz jamoalardan biri bo'lishi kerak bo'lgan terma jamoalardan biri hisoblanadi va nihoyat O'zbekiston terma jamoasiga yetib keldik do'stlar. O'zbekiston terma jamoasining pozitsiyasi haqida aytib o'taman. O'zbekiston terma jamoasi kutilmalarim terma jamoa yaxshi simpatiya uyg'otadi, yoqimtoy terma jamoa sifatida nima deydi, nom chiqaradi deb hisoblayman. Mayli, misol uchun guruhdan chiqadimi, chiqmaydimi, keyingi masala. Biz birinchi marta jahon chempionatiga chiqyapmiz. Shu o'rinda muxlislarga ham bir taklif qilib qolgan bo'lardim. Misol uchun mana Kanadaga 2-0 yutqizdi, hamma ketdi, o'sha tanqid ketdi, Shomurodov urolmayapti, Sayfiyev nima qiladi, o'ynatib, anaqani olib tashlash kerak, o'rtadagi yarim himoyachilarimizdan olib tashlash kerak. Do'stlar, biz birinchi marta jahon chempionatiga chiqdik-da. Bu narsalarni gapirish kerak emas. Bolalarga shunchaki motivatsiya berish kerak. Qanday baribir aytish kerak. Bolalar, biz jahon bozoriga chiqdik. Kim o'zini yaxshi ko'rsatsa, Yevropada o'ynaydi. Bo'ldi. O'zingni skilllaringni zo'r namoyish qil. O'zingdan ham yuqoriroq plankani qo'y, o'sha plankaga sakra. Aynan shu sakraydigan payting. Yugurib charchab turgan odam bitta kuch berishga, ya'ni bitta tezlik olishga asini kuch qoladi-ku. Xuddi shunaqa holatda shu kuch beradigan payti o'zingni skilllaringni eng maksimal darajada ko'rsat hamda yo'q deganda o'sha top 5 ni o'rta miyona bo'lsa ham jamoalarga borib etish kerak. Bu katta bozor do'stlar. Bu bozorga chiqdik-da. Mana jahon chempionatining O'zbekiston terma jamoasining o'yinini ko'rsatsa, mana Portugaliya bilan Kolumbiya bilan bu misol uchun o'lim guruhi deyiladi, lekin misol uchun Kolumbiyaning o'yinini ko'radiganlar bor. Kolumbiyaning o'yinini misol uchun Janubiy Amerika futbolchilariga qiziqayotgan skautlar ko'radi. Portugaliya o'yinini butun dunyo ko'radi. Shu nuqtai nazardan bevosita O'zbekistonning o'yinini ham ko'rishadi-da. O'zbekistondagi misol uchun o'sha baribir Husanov orqali ham juda katta simpatiya oldi O'zbekiston terma jamoasi. Shularni simpatiyalarini shu oqlanmalar sifatida ko'riladi O'zbekiston va uni nafaqat Husanov, uni hamma ko'rsatish kerak deb hisoblayman. Va O'zbekiston terma jamoasida hech qanday bosim bo'lish kerak emas. 3 ta o'yinda 3-0 hisobidan ham mag'lubiyatga uchrasa ham ularni qahramonini kutib olishimiz kerak, chunki birinchi jahon chempionatida hech kim chempion bo'lmaydi. Kandavaro ham o'zi aytdi, biz jahon chempioni bo'la olmaymiz. Yaxshi ham aytdi shuni. Yoki muxlislar jahon chempionatini kutishardi ulardan. O'shaning uchun hech qanday bosim qilmaylik, bolalarni o'ziga qo'yib beraylik, bolalar maza qilib o'ynaylar. Maza qilinglar, o'zingizdan skilllaringni namoyish qilinglar hamda Yevropaga transfer qilininglar. Shu missiya bilan borilganda u yoqda. Ya'ni terma jamoani shu jahon chempionatidan keyin Yevropaga ketish masalasi turibdi hozir futbolchilarda-da. Shuning uchun hamma o'zini ko'rsatish kerak. Agar shu narsani to'g'ri tashkillashtirib bera olsa, shu skilllarini tizimlashtira olsa, Kandavaro qisman guruhdan chiqish bosqichini amalga olsa kerak. Lekin misol uchun mag'lubiyatga uchrasa ham men hech qanday ularni aybdor qilmayman. Ular bilan biz butun O'zbekiston 36 million xalq, O'zbekiston terma jamoasi sizlar bilanmiz. O'zbekiston terma jamoasidagi 3 o'yinchi bu o'sha shu jahon chempionatini qoralagan o'yinchilardan biri sifatida bo'ladi deb hisoblayman. O'sha 3 o'yinchiga shaxsan O'zbekiston terma jamoasi 3 o'yinchisiga men katta ishonch, umid bag'ishlamoqman. Bular ketishga loyiq bo'lgan, ya'ni transfer qilishga, shu top 5 da o'ynashga loyiq bo'lgan futbolchilar o'zini ko'rsatish kerak. Bulardan bittasi Fayzullayev, O'runov hamda O'rozov. Endi uchiloviga bir to'xtalib o'tamiz. Fayzullayev, bilasiz, endi Fayzullayev haqida ortiqcha gapirmaymiz. Oxirgi mana shu bitta statistikasini aytib o'taman. Mana shu Kanada bilan o'yinda zaxirada maydonga tushdi, 2-0 yutqizamiz. O'yinga tushdida bitta o'yinni o'zgartirib yubordi. Boshqalarga qaraganda bir bosh balandligi ko'rinib turibdi. O'zining kreativligi, o'yinni ko'rishi, u misol uchun futbolchilarimiz 4 balli sistemadagi o'yinchilar bo'lsa, u 5 balli sistemadagi futbolchi-da. Ya'ni ko'rinyapti uni zo'r ekanligi, sifatli o'yinchi ekanligi ko'rinyapti Fayzullayevni. O'shaning uchun Bashakshehirdan to'g'ri misol uchun Yevropani misol uchun o'rta miyona jamoalarga ketsa ham xursand bo'lamiz. Misol uchun o'sha Roma darajasidagi, misol uchun Sevilla, Valensiya
yoki misol uchun Crystal Palace, Aston Villa shu jamoalari, mana shu mavqedagi jamoalarga ketsa xursand bo'lardik. Ya'ni Fayzullayev shularga tortadigan o'yinchi. Ikkinchisi bu O'runov. Bir paytlar bitta maqola o'qigandim. Rossiya RPLda, ya'ni Rossiya Premyer Ligasida 3 ta iqtidorli yoshlar e'tirof etilganda, bittasi Xvicha Kvaratskhelia e'tirof etilgan. Ya'ni bilsangiz, Xvicha Rossiya Premyer Ligasida o'ynagan, undan keyin Napoliga o'tgan, Napolidan u yoqqa. Ikkinchisi O'runov etilgan do'stlar. Ya'ni hozir Xvicha oltin to'pga da'vogarlardan birida, ya'ni muhim asosiy da'vogar bo'lmasa ham top o'ntalikda Xvicha bor. Shu bilan bir qatorda tilga olingan O'runov bor do'stlar. Bizda O'runov bor. O'runovni ham o'sha Eron bilan o'yinda o'zi alohida yo'g'a, ya'ni zich himoyadan uzoqdan kutilmagan zarbasi bilan gol urgan vaziyatlari bor-da. Ya'ni O'runovda ham nimadir bor-da do'stlar. Endi uning xarakteri biroz og'irroq deyshadi. Mayli, xarakterini tuzatar, o'zi ustida ishlar, lekin umuman olganda O'runov ham jamoani torta oladigan muhim o'yinchilardan biri. Men O'runovni ham bemalol aytaolaman. O'sha hozirgi shu Fayzullayevga etilgan klublarda bemalol o'ynab keta oladigan o'yinchi hisoblanadi O'runov. Hamda O'rozov masalasiga nimaga to'xtalyapman? Shu oxirgi o'sha o'rtoqlik o'yinlarida yaxshi o'ynadi. Undan tashqari bu Husanovni tandemi hisoblanadi. Ya'ni o'sha Bunyodkorda hamda O'zbekiston terma jamoalarida yonma-yon birga o'ynashgan, hamda o'sha Bunyodkor Husanov emas, O'rozovni tanlagan deyshadi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham ular do'st-da. Ular do'st. Misol uchun Husanov o'sha Cannavarodagi skilllarni o'rganayotgan ma'lumotlarini yoki tizimli futboldagi Gvardioladagi himoyalanishi yoki Manchester City'dagi himoyachi trenerdan olgan bilimlarini qisman O'rozovga etsa, O'rozov ham o'sha Husanov darajasiga chiqmasa ham yaxshi mavqedagi sifatli o'yinchi bo'lsa kerak deb hisoblayman. Mana shu 3 o'yinchini men diqqatlik bilan ko'zlayman O'zbekiston terma jamoasida va umuman olganda muxlislik qilamiz. Hech qanday ularga ortiqcha gap gapirmaymiz. Bizning asosiy maqsadimiz jahon chempionatiga chiqish edi. Biz chiqdik do'stlar. Endi keyingisida guruhdan chiqarmiz. Balki chempion ham bo'larmiz. Biz ko'rmasmiz balki bu kunlarni, lekin umid qilamiz O'zbekiston terma jamoasi biz ko'rgan davrda jahon chempionatini qo'lga kiritadi. Bu o'sha tizimli futbolimiz, O'zbekistondagi futbol federatsiyasini tizimli futboldagi shaffoflikni, to'g'ri olib borilayotgan siyosatni mevasi hisoblanadi do'stlar. Futbol bayrami jahon chempionatiga kirib keldi. Yana bir bor sizlarni tabriklayman. Yana bir 38 kun birgalikda muhim bitta futbol bayrami bilan birgalikda kuzatamiz, tahlillarni birgalikda qilamiz. O'tkazib yubormang. Futbol choyxonasi sizlar bilan Dilshod Salihov bo'ldi.